Men mehnat faxriysi Burhoniddin Esonov bo'laman. Aqsa mahallasida 7 ta ko'cha mavjud bo'lib, birin-ketin asfalt qilish boshlandi. Hozirga qadar birorta ko'cha asfalt bo'lmagan. O'tgan yili tashabbusli budjet orqali 10,5 kilometr yo'lni asfalt qilish bo'yicha yutib olindi. Mana ishlar boshlandi. Hozir Ma'naviyat ko'chasida asfaltlash qizg'in davom etmoqda. Bu mahallamizni ahlini uyushqoqligi, hamjihatligining nishonasidir. Sababi oldin yo'llarimiz notekis, chang, loy edi. Mana hozir yo'llarimiz tep-tekis ravon bo'ldi. Yurtimizda bo'ladigan o'zgarishlardan juda ham xursandmiz. Biz nuroniylar doimo duodamiz.